Surxon vohasi haqida gap ketsa, ko'z oldimizga qadim tarix, Amudaryo va Surxondaryo bo'ylaridagi ko'hna manzilgohlar gavdalanadi. Darhaqiqat bu hududning o'tmishi va madaniyati ming yillar bilan o'lchanadi. Biz bugun viloyatning ana shunday muborak maskanlari haqida so'z yuritmoqchimiz. Surxondaryo buyuk ulamolar maskani. Hakim Termiziy, Imom Termiziy, Sofi Ollayor, Muhammad Zohid, Hoji Olovuddin Attor bu ro'yxatni yana davom ettirish mumkin. Bugun viloyatning qaysi bir tumaniga bormang, albatta biror bir ma'rifat maskani yoki muborak qadamjoga duch kelishingiz tabiiy. Denov shahridagi Said Otaliq madrasasi ana shunday ziyo tarqatuvchi qadimiy o'quv dargohlaridan biri bo'lgan. Hozir ko'rib turgan holatimiz bu qayta rekonstruksiya qilingan holat hisoblanadi. Qayta ta'mirlanib chiqdi. O'zi asl holiga eng maksimal darajada yaqin bo'lgan bir holatda qayta tiklandi. Madrasani bu hududda qurilishiga oid bir qancha manbalar bor. Ya'ni qachon qurilganligiga oid. Bu madrasani qurilishiga sababiyat aslida Hoji Olovuddin Attor vali hazratlari bilan bog'lashadi. Hoji Olovuddin Attor vali hazratlari 1400-yilda Denov shahrida vafot etgan va Denov shahrida joylashgan Ostona bobo qabristoniga qo'yilgan. Bu kishining mashhur shogirdlari bor. Ya'ni Naqshbandiy sulukini davomchi sifatida ko'riladi. Butun dunyo bo'yicha Naqshbandiy sulukini davomchilar sifatida e'tirof etiladi. Yoqub Charxiy, Mavlona Olovuddin Attorning shogirdlari hisoblanadi. Bu yerda bular mudarrislik faoliyatini olib borgan, ta'lim bergan va ayni paytda Naqshbandiy tariqatini namoyandalar sifatida tariqat vakillarini yetishtirgan. Yana bir manbada, ya'ni Tuhfatul Xoniy asarida esa aynan shu Said Otaliq madrasasining qurilishi 1800-yildan 1826-yillarda hukmronlik qilgan o'sha Buxorodagi Amir Haydar davri bilan bog'lanadi. Amir Haydarning demak o'sha paytdagi nimalari, ya'ni otaliq sifatida faoliyat yuritgan Said Otaliq nomi bilan ham bog'lanadi. Ya'ni shu Said Otaliq bir muddat shu Denovda faoliyat yuritgan ekan, ya'ni bek sifatida. Aynan shu o'sha kishining homiyligi ostida demak bu Said Otaliq madrasasining qurilganligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Ma'lumotlarning keltirilishida aynan Buxorodagi Ko'kaldosh, Mir Arab madrasalarining qurilishida uslubida qurilgan bo'lib, demak pishig'ishdan o'sha ya'ni islom an'analariga mos holatda, misol uchun islom dinining muqaddas kitobi Qur'oni Karimda 114 ta o'sha surani misol tariqasida oladigan bo'lsak, aynan o'sha diniy maskan yoki dunyoviy ta'lim beriladigan maskan sifatida 114 ta xonalari, o'sha paytdagi hujralari mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Hozir ham demak guvoh bo'lib turibmiz bunga. Said Otaliq madrasasi Buxoro va Toshkent uslubida qurilgan bo'lib, u bizga poytaxtning Chorsu bozoriga kiraverishdagi Ko'kaldosh madrasasini eslatdi. Buni qarangki, ikki madrasa bir xil davrda qurilgan ekan. Shakl shamoyili ham o'xshash. Bu madrasani qurilishi aslida bir necha taxminlar bor. Shulardan ba'zilarini aytib o'tamiz. Ilmiy asosga ega bo'lganlarga esa 1536-yilda Buxoroda qurilgan Mir Arab madrasasi uslubida qurilgan madrasa hisoblanadi. 16-asrga oidligi haqida ma'lumotlar keladi.
17-asrga oid haqida ham ma'lumotlar keladi va 19-asrga oidga. Biz hozir shularni bir-bir ko'rib chiqishga harakat qilamiz. 16-asrga oid bo'lgan madrasalar Buxoro 1536-yilda Mirarab madrasasi bu uslubda yagona madrasa. Ungacha bunaqa uslubdagi madrasalar kuzatilmaydi. Demak, bu madrasa bu keyingi davrga oidligi haqida bizga dalil sifatida berishimiz mumkin bo'ladi. 17-asrga oid manba deyotganimiz Bahrul Asrar asarida keltiriladi. Denovda ikkita xonaqoli madrasa borligi haqida qaydlar keltirilgan. Abdulkarim Dodxo davrida qurilgan degan taxmin bor. Bu 19-asrda. Lekin biroz oldinga aytayotgan Bahrul Asrar asarida kelgan ma'lumotga ko'ra bu 17-asrda. Mayevni ham fikrlari bor. Rus tadqiqotchi olimi 1897-yillarda olib bo'lgan tadqiqotlariga ko'ra 17-asrga oidligi urg'ulanadi. Keyingi davrda olib borgan tadqiqotlarga ko'ra albatta 17-asr nimasi ko'proq urg'u beriladi. Bu yerda qurib bitkazilganligi. Albatta bu uzoqroq vaqtda qurilgan. Qurilishi 16 yil davom etganligi haqida ma'lumotlar bor. Biz ushbu ko'hna me'moriy obidani qurilish tarixi bilan qiziqdik. Asrlar davomida ma'rifat maskani sifatida xizmat qilib kelgan Said Otaliq madrasasi Xo'ja Olovuddin Attorga atab bunyod etilgan. Ul zot xalq orasida Shayx Attor Vali nomi bilan mashhur bo'lgan. Denovdagi Said Otaliq madrasasiga kelganimda beixtiyor ko'z oldimda bobom Mulla Jo'ra Oxun Vahshimoriy hazratlari, qolaversa tog'oyim Hoji Abdulhafiz hazratlari bilan bo'lgan voqealar ko'z o'ngimda paydo bo'laveradi. Bobom 40 yil ilm olib, bu 1907-8 yillarga to'g'ri keladi. Ilm olib kelganlardan keyin Buxoro amirining fatvosi ila Hisor bekligida imom xatib, imomli domla bo'lib tayinlanadilar. Endi o'sha yerda to 1920-yilgacha ishlaganlar. Qizil askarlarning bosqinchiligi tufayli vaziyat chuqurlashgach, bobom ushbu dargohda mudarris bo'lib ishlaydilar 1920-yillar. Vaziyat yana qiyinlashgandan so'ng bobom Vahshivordagi ona qishlog'ida joylashgan Vahshivordagi Sofaliyor masjidida imom domla bo'lib ishlaydilar. Endi tog'am bilan bo'lgan voqea o'tgan asrning 70-yillari edi. Rahmatli bobom meni olib kelib bir voqeani aytib beruvdilar. Otalari shu yerda mudarris bo'lgan paytlari yurganlar. Shu hovlida oftoba quyoshning taftida qaynaganligini aytib beruvdilar-da. O'shani tog'am aytib berganlar, qachon meshiga tashrif buyursam, o'sha voqealar ko'z o'ngimdan paydo bo'laveradi. Va o'sha tog'am har hujrani ko'rsatdilar. Bobomning mudarris bo'lib ishlab o'zlarini alohida xonalari shu mana shu yerda borligini ko'rsatuvdilar. Keyin Hisor bekligi, shu atrofdagi bekliklardagi ilm dargoh madrasalarda talabalar bitkazish jarayonida eng oxirgi imtihonni bobom olar ekanlar. Madrasa binosi haqida so'z ochishdan avval Xo'ja Olovuddin Attor haqida ikki og'iz ma'lumot berib o'tishni joiz deb bildik. Hazrat Xo'ja Olovuddin Attor Naqshbandiya tariqatining ulug' piri, avliyo, silsilai sharifdan 17-xilqadagi murshid, alloma bo'lgan. Asl ismlari Muhammad ibn Muhammad al-Buxoriy bo'lib, Attor deyishlariga sabab ul zot sharifdan hamisha xushbo'y hid anqib turgan. Suhbatlari ham yoqimli bo'lgan ekan. Bu Olovuddin Attor faoliyatiga bag'ishlanishi bu naqshbandiylik va diniy ta'lim bilan va jo'ybor shayxlari ham albatta katta ta'sirga ega bo'lgan diniy ulamolar hisoblanardi.
Bu sababiyatdan bu nimasi Denovda qurilishiga nima qildi. Ular ham bu yerda o'zini mulkiga ega edi, yer mulklar ajratilgan edi. Denov hududlaridan Buxorodagi joybor shayxlar, bu joybor joy nomlariga hisoblanadi. Joybor shayxlariga yer berilgan bu hududlarda. Nafaqat bizni hozirgi Surxondaryo, Qashqadaryo hududlaridan bir qator yerlar berilgan. O'sha yerlarni ular mustaqil idora qilgan, mustaqil boshqargan. Bu sababdan bu yerda ular madrasa qurilishida tashabbuskor bo'lishgan. Xo'ja Olovuddin Attor asli buxorolik bo'lib, tasavvuf ilmini keng yoyish maqsadida oilasi bilan Surxondaryoga ko'chib keladi. U umrining oxirigacha Denov shahrida yashaydi. Hazrat Olovuddin Attor o'z zamondoshlariga tasavvuf, tariqat ilmidan ta'lim beradi. O'sha Muhammad Porsoning maqomati Shayx Attor Vali asarida keltirilishicha aynan shu xo'ja, ya'ni Shayx Attor Vali Naqshbandiy bobomizning demak kuyovlari bo'lgan ekan. Aynan shu 1300 demak 89 hamda 1396-yillarda aynan shu Naqshbandiy bobomiz vafot etganlaridan keyin Shayx Attor Vali hazratlari demak Denovga kelgan ekanlar. Ya'ni o'sha tariqatni o'sha hududlarga yoyish maqsadida. O'rta asrlarda Denovda yagona madrasa bu shu hozirgi turganimiz Said O'taliq madrasasi. Bundan boshqa madrasa haqida tarixiy ma'lumotlar yo'q. Ya'ni bo'lmagan. Hozirgi turgan hududimiz Denovning markaziy hududi hisoblanadi. Bu o'rta asrlarda markazi bo'ldi bu hudud. Mana shu turgan binomizdan shimolga tomon yurganimizda taxminan bir 200-250 metr masofada Denov qo'rg'oni joylashgan. Bu Denov qo'rg'oni Denov bekligining markazi sifatida bo'lgan va madrasani qarshisida xonaqo, uni atrofida esa bozor bo'lgan. Mudofaa devorlari bilan o'ralgan katta bir hudud. Denov qo'rg'oni esa Denov bekligining markazi sifatida e'tirof etiladi. Bu Qizilsuv daryosi bo'ylab Denov qo'rg'oni mudofaa devori bilan o'ralgan hisoblanadi va bu yerda o'shanaqa harbiy, boshqaruv, diniy kabi ma'muriy binolar joylashgandi va bu yerda juda katta bir bozor bo'lgan. Hazrat Olovuddin tasavvuf ilmining bilimdoni sifatida tanilgan va ko'plab shogirdlar yetishtirgan. Xo'ja Olovuddin Attor buyuk tasavvuf ilmi namoyandasi Bahovuddin Naqshbandiyning davomchisi sifatida e'tirof etiladi. Hazrat milodiy 1400-yilda vafot etadi. Said O'taliq madrasasining bunyod bo'lishi endi hozirgi paytda 2 xil qarash mavjud bo'lyapti. Misol uchun olishimiz mumkin. Said O'taliq madrasasining qurilishida ya'ni tasavvuf ilmining yetuk olimi Bahovuddin Naqshband tarixi bilan bog'lasak bo'ladi. Bahovuddin Naqshbandiyning demak ikkita asosan xalifalari mavjud bo'lgan ekan. Ulardan misol uchun Xo'ja Olovuddin Attor Vali hamda Muhammad Parso, Xo'ja Muhammad Parsolarni olishimiz mumkin. Xo'ja Muhammad Parsoning maqomati Xo'ja Olovuddin Attor nimasida risolasida shunday ma'lumotlar keltiriladiki, Xo'ja Olovuddin Attor Naqshbandiyning demak kuyovlari bo'lganligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Kuyovlari bo'lgan, aynan demak to'liq xizmatida bo'lgan Naqshbandiy bobomiz demak vafot etganlaridan keyin demak Denovga kelgan ekan. Va bu sana 1389-yillar bilan 89-92-yillardagi ma'lumotlar bilan izohlashimiz mumkin. Lekin aynan Xo'ja Olovuddin Attor Vali bobomizning demak tarixga hissalari aynan Naqshbandiylik tariqati, o'zi olgan tariqat hamda aholi tomonidan Naqshbandiylik tariqatini jamlanishida asosiy kitob holatda keltirilishi katta hissa qo'shgan ekanlar. Madrasani qurilishiga keladigan bo'lsak, madrasa to'g'ri turli shaklda qurilgan. Buxorodagi aytganimiz Mirarab madrasasi qurilgan bizni janubiy hududlarimizda yagona madrasa hisoblanadi. Bu madrasa 2 qavatli.
40 metrdan uzun hisoblanadi bo'yi, eniga esa 20 metrdan uzun. Bu madrasani hujralari diniy ma'no tashiganligi uchun 14 ta qilib belgilangan. Bu yerda madrasada Buxorodagi madrasalar kabi uzoq yillik, hatto 12-16 yilgacha bo'lgan madrasa ta'limi ham davom ettirgani haqida ma'lumotlar bor. Bu yerda mudarrislar 1917-yil boshlarigacha hatto bu yerda o'z faoliyatini davom ettirgan. Undan keyin to'xtatilib 90-yillarda boshlandi yana qaytadan. Shu bilan birgalikda bu madrasasini qurilishida homiylik qilgan shaxslar sifatida, tarixiy shaxslar sifatida jo'ybor shayxlarni keltirishimiz mumkin. Jo'ybor shayxlarda katta moliyaviy imkoniyatlar mavjud edi ularda. Xususan 1611-1642-yillarda Imom Qulxon davrida Imom Qulxonni singlisiga uylangan jo'ybor shayxlardan Tojiddin hoji Jo'yboriy Dero hududlarida ham o'zi uchun xitoy bo'lgan yerga egalik qiladi. Bu yerlarni esa shu bilan birgalikda masalan Qashqadaryo hududida, Hisor bekligi hududlarida ma'lum bir yerlar berilgan. Shu bilan birgalikda moliyaviy yordam ham berilgan. Bular yerlarni o'zi mustaqil idora qilgan. Va dastlabki sarmoyani bu yerga kiritilishi, ya'ni qurilishida jo'ybor shayxlari tashabbuskor bo'lgan. Madrasa 2 qavat bo'lib, 114 ta hujradan iborat. Poydevorning chuqurligi 5,5 metr. Madrasa shimoliy janub tomonga cho'zilgan 4 burchak tarhli burchaklariga guldastalar ishlangan. O'ziga xos loyiha asosida bunyod etilgan madrasa ilm ma'rifat maskani sifatida dong taratgan. Shuni aytish kerakki, madrasa qurilishi bilan bog'liq turlicha qarashlar bor. Shayx Xottorvali bobomizdan demak 2 ta o'g'il farzandlar dunyoga keladi. Birlarining ismi demak Xo'ja Hasan Attor hamda ikkinchilarining ismi Husan Xo'ja Husan Attor hisoblanadi. Aynan demak bu Saidotaliq madrasasining qurilishi bilan bog'liqligi aynan demak otalarining keyinchalik esa shu Shayx Xottorvali bobomizning demak nabiralari Xo'ja Yusuf Attor hamda Xo'ja Hasan Attor larning o'zlarining shu otalarining hamda ustozlarining tariqatlarini davom ettirib o'sha Shayx Xottorvali hazratlariga atab Saidotaliq madrasasining qurilganligi haqida ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Madrasa peshtoqining 2 yon tomonida 2 qavatli va 3 ravoqli pesh ayvon bor. Peshtoq orqali kiraverishda Miyonsaroy birinchi bo'limdan iborat bo'lib, uning 2 yonida chortoq tarhli masjid va darsxona bor. Miyonsaroy gumbazi qalqonsimon konuslarga, masjid va darsxona gumbazlari toqlariga tayangan. Usta me'morlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, usta me'morlardan o'sha buxorolik usta Ahmad Mamad tomonidan qurilgan, ya'ni shu ustalarning boshchisi shu Ahmad Mamad me'mor tomonidan qurilganligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Endi asosan o'sha davrda bir savol tug'iladi-da. Misol uchun aynan bu hududda ham pishig'ishlar tayyorlashning imkoni bo'lganmi yoki yo'qmi? Agar imkon bo'lmagan bo'lsa, qayerdan olib kelingan degan ma'lumotlar keltiriladi. Ba'zi manbalarda aytiladiki, shu pishig'ishlar Buxorodan olib kelganligi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Ba'zi manbalarda aynan o'zimizni hozirgi Zahartepa mahallasi Denov tumanida joylashgan Zahartepada shu g'isht tayyorlaydigan maxsus o'sha hozirgi tilda aytganda zavodlar mavjud bo'lganligi haqida ham ma'lumotlar keltiriladi. Aynan o'sha hududdan olib kelib qurilish ashyolari bilan demak qurilganligi haqida ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Bu madrasa bilan birgalikda buni qarshisida xonaqoh ham mavjud bo'lgan. Bu xonaqoh 1929-34-yillargacha ham mavjud bo'lgan. Bu yillar davomida esa bu madrasani qarshisida xonaqoh buzib tashlangan. Uni g'ishtlari
o'sha davrga oid bo'lgan ma'muriy binolarga, vokzal kasalxonalarga, maktablarga, harbiy gospitallarga, Denov tumanida joylashgan vokzalga ketadigan yo'lga hattoki bu g'isht plitalari yotqizilgan va hozir mavjud bo'lmagan Denov shahrida Sharq kinoteatriga ishlatilgan, u ham hozir buzildi. Bu nimasi hozir saqlanib qolmagan. Umumiy bu qurilishiga keladigan bo'lsak, hozirgi bir holatida bu faoliyatini 90-yillar boshigacha o'zini davom ettirdi. O'tgan asrda faoliyatini to'xtatdi. 1990 va 94-yillar oralig'ida bu yerda madrasa o'z faoliyatini yuritgan. O'tgan asrda 50-60-yillarda esa madrasa faoliyatini to'xtatilgan. Madrasa hovli atrofida oldi chuqur ravoqli 2 qavatli hujralar joylashgan. Pastki qavatdagi hujralar hajmi 4,5 ga 2,5 metr va binoning yuqori qismidagi hujralar hajmi 2,5 ga 2 metr bo'lib, tomi balxi gumbazli. Peshtog'i va ichki xonalarda Miyonsaroy ravoqlarida ganchkori bezaklar va ichki bo'rtma qobirg'asimon muqarnas naqshlar saqlangan. Hujra derazalariga ganchdan panjaralar ishlangan. Tarixiy obida 1956, 1960 va 1972 va 1973 yillarda ilmiy o'rganilib, loyiha asosida ta'mirlangan. 17-asrda misol uchun Denov qo'rg'onining qurilganligi haqida ma'lumotlar keltiriladigan bo'lsa, bevosita demak bu hududda yashayotgan aholi, keyin nafaqat bu hududda, balki qo'shni hududdan ham kelib bu yerga demak tahsil olishgan. Ya'ni birinchi navbatda misol uchun diniy muassasa sifatida deb qaraydigan bo'lsak, nafaqat diniy muassasa, o'sha paytdagi demak, ya'ni dunyoviy fanlardan ham demak ma'lum nimalar berilgan. Ya'ni ta'limlar berilgan. Shu bilan birgalikda o'sha paytdagi misol uchun 1991-yildagi va hozirgi paytda ham demak yashab kelayotgan misol uchun Molla Usmonqul domlani olishimiz mumkin. Molla Faxriddin domlalarni olishimiz mumkin. Bevosita demak o'sha insonlar bilan suhbatda bo'lganmiz. Yoki Muhammad Sharif Mahsum domlalarni olishimiz mumkin. O'sha yerda demak talabalarga xo'p, arab tili grammatikasi, geografiya fanlaridan, matematika fanlaridan ham demak darslar berilganligi to'g'risida ma'lumotlar bilan demak bevosita tanishimiz mumkin. O'z davrida madrasada 400 dan ziyod talabaga dars berilgan. O'tgan davrlar mobaynida madrasadan turli maqsadlarda foydalanishgan. Misol uchun, o'tgan asrning 50-yillarida madrasa omborxona, kasalxona, hattoki otxona vazifasini ham bajargan ekan. Madrasa 1990-1999-yillarda ham islom dinining o'rta maxsus bilim yurti sifatida faoliyat ko'rsatgan. Keyingi yillarda madrasa binosi ta'mirtalab bo'lib qolgandan keyin darslar to'xtatilgan. 1950-60-yillarda taxminan bu Denov hududida 48 mingga yaqin aholi bo'lganligi haqida ma'lumotlar bor. Shaharning o'zida esa 6-7 ming aholisi bo'lgan. Ya'ni biz hozirgi turgan hududlar bilan atrofdagi yaqin joylar, mahallalarda va bu endi bekliklar miqyosida kam sonli deb hisoblanmaydi, chunki shahar o'zida 7 ming aholisi, shahar o'zida umumiy 48 ming bo'lgan. Denov aholisi 50 ming. Endi hozirga nisbatan 9 barobar kam. 450 ming bo'ldik hozir. 400 mingga yaqinlashdik, oshdik. Bu madrasa qurilish ishlari yakunlangandan so'ng hozirgi faoliyati Surxondaryo viloyatida joylashgan qo'riqxona ixtiyoriga berilgan. Madaniy meros obyektlarini asrash qo'mitasidan bularga o'tkazildi. Hozir bular o'z faoliyatini olib boryapti bu yerda. Shu bilan birgalikda Denov tadbirkorlik pedagogika instituti bilan hamkorlikda bu yerda madaniy kechalar tashkil qilinyapti. Har xil uchrashuvlar o'tkazilyapti. Rasmiy bo'lgan bayramlarni ayni jonli tarzda tariximiz bilan bog'langan bir holatda
ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan Denov tadbirkorlik pedagogik instituti professor o'qituvchilari tomonidan va Termiz davlat universiteti professor o'qituvchilari tomonidan bu hududlar tarixi qaytadan o'rganilmoqda. Denov bekligi tarixi, Qushbegi arxiv ma'lumotlariga asosan, arxeologik ma'lumotlarga asosan Denov tarixi qaytadan yangidan o'rganilmoqda. Aslida muazzam maskanning qayta rekonstruksiya qilinishi ham keyingi yillarda mamlakatimizda muqaddas qadamjolar va tarixiy obidalarni qayta tiklab, ziyorat turizmini rivojlantirishga, yurtimizda yashab o'tgan buyuk allomalarni dunyoga keng tarannum etishga qaratilayotgan yuksak e'tibor samarasidir. 2 qavatli muqaddas inshoot qayta rekonstruksiya qilingach esa mahalliy va xorijlik sayyohlarning eng sevimli maskanlaridan biriga aylandi. Bugun bu maskandan sayyohlarning qadami uzilmaydi. Baxshivor Surxondaryo viloyatining eng so'lim maskanlaridan biri hisoblanadi. Pirvu qortog'lar, go'zal tabiat hamisha odamlarni o'ziga ohanrabodek tortib turadi. Go'zal Baxshivorning yana bir diqqatga sazovor jihati bor. Bu muborak qadam joylar. Dengiz sathidan salkam 1,5 metr balandlikda Sofi Olloyor ziyoratgohi ana shulardan biri hisoblanadi. Aslida Sofi Olloyor kim bo'lgan? Bu haqida kelgusi ko'rsatuvlarimizda batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz.